Hozir sizlar bilan birgalikda go'zallik ichimligini tayyorlashni o'rganamiz. Mazkur ichimlik tarkibida gialuron kislotasi, namlikni saqlash uchun, biotin, tirnoq, soch va terilarni yaxshilash uchun, vitamin C, immunitetni mustahkamlash va kollagenni surilishini yaxshilash uchun va kollagendan iborat. Ta'mi olma ta'mi bilan mazkur qatoqda 30 ta porsiya mavjud. Halal sertifikatiga ega. Demak, buni ichish tarkibi qanday bo'ladi? Mahsulotni ichida ko'rib turganingizdek, buni anchadan beri boshlaganim uchun kamroq qolgan. Kukunsimon modda tarkibi bo'ladi. Uni 100-150 ml iliq suvga, qaynoq bo'lmasligi kerak. Iliq suvga 2 choy qoshiq miqdorida solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ichimlik tayyor holatga keldi va buni har kuni nonushtadan yarim soat oldin ochiq qoringa iste'mol qilinadi. Mana shunda moddalarning so'rilishi organizmda zo'r bo'ladi. Barchangizga go'zallik ichimligi Beauty Collagenni tavsiya qilib qolaman. Sinovdan o'tgan mahsulot.